2018'da insult bo'lganman. Bir oyoq bir qo'lim ishlamay qolgan. Hozirning o'zida 2-guruh nagranman. 1 yil to'shakka mixlanib qolganman. 2-yili qo'lim ishlab boshlagandan keyin bu oyoq kiyim to'qishni o'rganganman. Oldin kiyimlar to'qiganman, lekin oyoq kiyim to'qishni bilmay edim. Ya'ni shundan keyin boshladim. O'g'lim har oyog'ini kiyganda bir xatosini to'g'irganman qarshi. Nima deydi? Meneri qisib turibdi, ya meneri oyog'imda o'rtatir degandan keyin shu qaytadan o'tib bir oy shug'ullanganman. Kiyimim keyin ikkinchisini kiyimga to'qqanman. Kiyimning o'zi 6 yil kiygan bir oyoq kiyimdi. Bunga talab kuchaygani uchun ko'p odam zakaz beradi, shu zakaz olib to'qib o'tiribman. O'rtacha razmerga qarab, kichkina razmerlar detskilar 50 mingdan boshlanadi. Uqallardaki 150 mingdan boshlanadi, 200-250 gacha razmerga qarab. Kiyimlar, mana shunday igrushkalar, sumkalar, hamma narsa, organizerlar, hamma narsa to'qiyman. Nuga zakaz tushsa shuni to'qiraman, to'qimaydigan narsam yo'q. Odamlar qiziqishi yaxshi, qiziqqanlar internet orqali onlayn o'rganib o'tirganlar, shogirdlarim ham bor. Bir qancha shogirdlarim o'sha daromadga chiqib, ko'pchiligi ustoz ham bo'lganlar. O'zi menimcha bir oddiy hunarday bo'lib ko'ringanman, lekin buning orqasida zo'r qanchadan qancha rahmatlar eshitdim. Mahalladagi hayal qizlar o'rganaman degan yoshi cheklanmagan tavsiya qilaman o'rganishlarini, o'lmaydigan kasb o'zlarına da oilasini to'qisada hech qachon zalal ko'rmaydi. Oilasini to'qqanda da qanchadan qancha foyda ko'radi qaytadan. Kelajakda orzu maqsadim qana shu o'zim bir do'kon ochib, shu do'konda shu yiplari bo'lsin, padoshlari bo'lsin, shuning ichida, do'konning ichida ham o'rgatilib, ham shu narsalar sotilish orzu maqsadim. O'zim shu 2018-yilda insult bo'lib, shunday bo'lib qolganim, 2-guruh nagirani bo'lib qolganim, hayotdan ko'nglim so'g'an edi. Keyin bu hunarni o'rgangandan keyin hayotga qiziqishim, bog'alarimning kelajagi, hammasi shu menga bog'liq ekanini bilib, mening ko'rib, bog'alarim ham shu o'zimga qarab hayotga intilishi uchun men 1 yil yotgandan keyin yaxshi bo'lishni boshladim oyoq qo'limga. Shu hunarning orqasidan men o'zim yaxshi bo'lib shu darajalarga yetganman. Hozir Xudoga ming shukr qilaman, yaxshiman. Bu yil hasrat oyoqda yurib Bu yil ara-arada lichina paytim kelgan vaqtimda hassaga tayanishim mumkin, lekin boshqa paytlari o'zim bemalol bo'lmasa-da bir 70-80% yura olaman tayoqsiz. Mana shu narsa, bu oyoq kiyim meni hayotga qaytardi. Men qaytdan hayotga qaytdim. Qanday desam bo'ladi, men ikkinchi hayotimda yashab o'tirman.